Qadrdonlar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 30-may 2025-yil. Biz yana bir xonadonimizni tunuka fonishini Andijon viloyati Nesromda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Hozir sizlarga ushbu xonadonimizni video obzorini qilib beraman va nechta kvadrat tunuka ishlatdik, nech puldan qilib berdik, hozirgi kunda tunuka fon narxlari nech pul bo'lyapti, barcha ma'lumotlarni iloji boricha berib o'tishga harakat qilaman. Sizdan videoga bitta like, bizdan esa kun davomida mana shunaqa qilingan tunuka fon ishini videolari. Bo'lmasa ham do'stlar, videoroligimizni boshladik. Albatta, videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasa ham biz videoroligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ichkari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Bu xonadonimizni biz mana shu ichkari shapkasi aylanasiga ochiq ayvoni, lestnitsani tagi, darvozaxona va tashqari shapkalarni mana shunaqa go'zal holatda tunuka fon qilib berdik. Bu xonadonga ishlatgan tunukamizning qalinligi 0,4 qalinlikda bo'ldi. Rangi esa oq rangi, mokriy rang kombinatsiya qilingan holatda bo'ldi. Undan tashqari mana bu kamarlariga, nejevega tillo rangli tunukalarimizdan ham foydalanganmiz. Oldi qosh peshonamizni 2 qavatli qilib berganmiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli peshonamiz o'ta ham bagati holatda bo'lib chiqadi. Undan keyin 90 gradus bo'ladi, 5 sm bo'ladi yuza qismi. Albatta mana bu joyi ham 5 sm, mana bu yeri ham 5 sm bo'ladi. Shunda bir-biriga kombinatsiya holatda bo'lib, zo'r holatda bo'lib tushadi. Tagiga esa navo karnizlarimizdan o'rnatib berganmiz. Yumaloq navo karniz, hurmatli obunachilar. Navo karnizlarimiz bilan bu ishimiz juda ham bagati bo'lib chiqdi. To'g'ri, navo karniz qo'yganda tunukani kvadrat ko'proq chiqadi, ko'proq rasxoddan chiqadi. Sababi aynan mana shu siz ko'rib turgan navo karnizni shunday yoyganingizda 43 sm ga aylanadi. Undan tashqari lola gullar ham kvadratga chekilib ketadi. To'g'ri eshitdingiz do'stlar, biz mana shu lola gullarni ham mayda juda ishlarni ham kvadratga hisoblaymiz, donalab sotmaymiz, hurmatli obunachilar. Tarnovlarni 1 metrini 55 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda chokli tarnov, tashqariga choksiz tarnov qo'yib beryapmiz. Choksiz tarnovni esa umuman choki bo'lmaydi, butun holatda bo'ladi. Uni esa 1 metrni 65 ming so'mdan ustanovit qilib bermoqdamiz. Mana bu turbalarini esa, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, 1 metrni 50 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz. Agar sizga ham mana shunaqa turbalar o'rnatish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa tunuka foningizga qo'shib komplekt qilib o'rnatib beramiz. Ochiq ayvonni chekalarini mana bunaqa mayda qovurg'ali qilib chiqarib berganmiz. Hurmatli obunachilar, o'rtaga esa yangicha ko'rinishga ega bo'lgan rombiyimizdan o'rnatib berganmiz. Bu ham o'zgacha bir vid berib turibdi. O'rtalarini bitta katta, bitta kichkina patnis qilib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Chekalariga esa mokriy rangli karnizimizni однотомный qilib o'rnatib berganmiz. Mana bu mokriy karnizimiz, mana bu qo'sh rombiy, ya'ni yangicha rombiyimizning atroflariga hamohanglikda bo'lib, go'zal holatda bo'lib chiqqan. O'rtasiga fatum qo'yib berganmiz va lampochka qo'yib berganmiz. Lampochkalari xonadon egasi bo'ladi. Bizi hisobimizga kirmaydi. Olib kelib beradigan bo'lsangiz, bekariga o'rnatib beramiz. Mana bu darvozaxonamizdan oldin eski patoloy bor edi. Biz o'sha eski patoloyni umuman chiqarib tashlamagan holda mana shu fasonni qilib berdik. Hurmatli do'stlar, patologni buzib tashlamadik bu yerda. Darvozaxonamiz juda ham yaqin masofa. Bu yerda yaqin masofadan siz ishimiz sifatini ko'rish imkoniyatiga egasiz bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, darvozaxonamiz bilan ochiq ayvonimiz bir xil ko'rinishda bo'lib, go'zal holatda bo'lib chiqdi mana. Hurmatli obunachilar, ko'rib bitta baho berib qo'yinglar, zo'r holatda bo'lib bitdi. Mana bu aytib o'tganimdek fatun bu tunuka emas. Buni bonusga qo'yib beramiz, xudo xolasa sizga buyurtma qilsangiz, inshaalloh sizning xonadoningizga ham chiroyli qilib ustalarimiz borib tunuka fon qilib beradi. Choklariga e'tibor beringlar, zo'r holatda kelgan, chotki holatda bo'lib chiqdi. Endi tashqari shapkani ham bitta ko'rib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Tashqari shapkamiz ham ichkari shapkamizga o'xshab zo'r holatda bo'lib bitgan. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Xonadonimiz balandroq bo'lganligi uchun biz mana shunaqa fasonda qilib 2 qavatli qilib berganmiz. Siz bizni xonadoningizga chaqirsangiz, sizni xonadoningizni baland pastiga qarab, turishiga qarab, xudo xohlasa o'zimiz dizayn yaratamiz va sizga tavsiya qilamiz. Aka yoki opa, mana shunaqa fasonda qilsangiz xonadoningiz zo'r chiqadi deb turib, o'zimiz tavsiya beramiz. Shuning uchun bemalol, hech ikkilanmasdan bizga buyurtma qiling. Ekraningizda telefon raqamlarimiz mavjud. Inshaalloh sizning xonadoningizda ham chiroyli holatda tunuka fon qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, tarnov turbalari bo'ladigan bo'lsa, tarnov turbalarini ham chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Endi sal uzoqroqdan tunuka fon ishimizni bitta ko'ring. Zo'r holatda bo'lib chiqdi. Xonadon egasi xohlagan fason, faqat ozgina o'zgartirishlar kiritib berdik. Lola gullarini boshqacharoq qilib berdik va oldi qoshlarni boshqacharoq qilib berdik. Albatta uyni past balandligiga qarab, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana sizlarga qilib bergan tunuka fon ishimizni to'liq holatda ko'rsatib o'tdim.
Albatta bizni Andijon Tunuka kanalini kuzatishda davom eting. Haykanchi do'stlar, biz hozir mana Neftromda Payvasta ko'chasidamiz, 244-xonadonda Tunuka qilib berdik. Agar mana shu atrofdan bo'lsangiz, bemalol kelib ishimizni ko'rib ketish imkoniyati bor sizda. Xo'p, albatta biz Andijon Tunuka kanalini kuzatishda davom eting. Biz esa sizlarga mana shunaqa qilgan Tunuka ishlarimizni video tariqasida ko'rsatishda davom etamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, e'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.